Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun 28 mart 2026-yil. Navbatdagi traktorimiz 28 ot kuchli 4x4 traktorimiz bo'ldi. Qoraqalpog'iston Respublikasi Berniy tumanidan berdik. Traktorimiz pompalı variant bo'ladi. Motorlari pompalı bo'ladi. Hech qachon qizib qaynab ketmaydi. Bularning oldingi variantlarida shunday muammolar bo'lgan. Rol uchun alohida inshalari qo'yilgan. Oldi 4x4 rollar ham gidravlika bo'ladi. 6 skorsli bo'ladi. Panijni povishlari bor bo'ladi. Respiratorlar 3 richakli bo'ladi. Orqasına prisep ulash uchun, xalasangiz oldidan jatka ulash uchun hammasini imkoniyat qilingan traktor bo'ladi. Orqasi mana ikkita silindrli. Hech qanday muammo bo'lmaydi. Har qanday yukni ustida bemalol ko'taraveradi. Vomlar ishlaydi kardan uchun. Bular uchun alohida aylanma pulqlarimiz ham bor. Aylanma pulqlar. Kim qaysi narsasini qo'shib olaman desa yoki bo'lmasa traktorning o'zini olaman desa, nalichida hammasidan bor. Akasi traktorning o'zini olatirsiz-ku, ha? Yo'q, traktorning o'zini oldim. Bu akamiz traktorga 50 million so'm hokim yordamchisi tomonidan kredit chiqartirib, qolgan 10 million so'mini naqd berib olib ketyapti. To'g'rimi aka? Yo'q. Rozimisiz? Yoqdimi traktor? Yo'q, haydab ko'rdik, tekshirib ko'rdik, bari yer normal. Shu Berniy rayonining Tinchlik Vohbiydan keldik. Avvalo mana o'zlarimizning mahalla raisine rahmat, hokim yordamchisine rahmat, keyin mana Pobur magazinning ishchilarine hammasine rahmat. Mana shunday niyetib yordam etib, mana tez kunda chiqarib beryaptir mana. Kutyapmiz, xudo xolasa, ishlaringizga rivoj. Bo'ladi, rahmat aka. Bugun dastlabki etib beramiz. Dastlabkilar ichida bo'ldi axir. Bo'ladi. Sog' bo'ling aka. To'zdirmoq nasib etsin. Topgan pullari hamisha yaxshi yo'llaringizga to'ylarga bersin. Aytganingiz kelsin. Azizlar aloqa chiqaverasizlar. Traktorlarning soni unchalik ko'p emas, kam qolib boshladi.